Hammaga salom, bu Abdullajon. Do'stlar, sizlarni Ta'limchi kompaniyasini YouTube sahifasida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun siz bilan birgalikda juda ham dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Gap shundaki, ko'p sonli o'zbekistonliklar kafolatlangan viza, grant, xorijda ish kabi va'dalarga ishonib qolib, juda ham ko'p summalarni yo'qotishadi. Buning oqibatida bo'lsa, barcha konsalting firmalar firibgar degan stereotip insonlar miyasida shakllanib qolgan. Xorijda o'qish yoki ishlash juda ham ko'p sonli o'zbekistonliklarning orzusi hisoblanadi. Lekin so'nggi paytlarda yuz berayotgan voqealar ortidan bu narsa orzu bo'lib joyida qolib ketyapti. Shunaqa foydalanib bo'lgan ba'zi qo'ylar sababli butun o'zbekistonliklarning miyasida konsalting firmalar xuddi pulni vaqtinchalik yig'ib turib, keyin juftlikni rostlavoradigan ishdek ko'rinib qolgan. Xo'sh, unda ta'limchi nimaga kerak? Biz mana shu soha ichida ma'lum bir vaqt ishlab, qo'sh tirnoq ichidagi konsalting kompaniyalar inson ishonchini qanaqa qilib poymol qilishayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Va shu sababli ham ta'limchi platformasini ishga tushirishga qaror qildik. Bizning maqsadimiz esa odamlarga shaffof xizmat ko'rsatishdan iborat. Yuqoridagi jumlalar shunchaki balandparvoz gaplar emas. StudyFans har yili 500 dan ortiq o'zbekistonlik talabalarni xorijga o'qishga joylashtiradi. Xalqaro miqyosda bo'lsa, har yili 2000 ta xorijiy talabalarni o'qishga joylashtiramiz. Umumiy hisobda bo'lsa, 9000 dan ortiq keysimiz bor. StudyFans, diqqat qiling. Shunchaki konsalting emas, balki xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan hamda ishlash uchun barcha litsenziyaga ega bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Xo'sh, nega unda bizni tanlash kerak? Gap shundaki, bizda qo'shimcha to'lovlar mavjud emas. Biz sizga viza kafolatini emas, balki sifatli tayyorgarlik va to'g'ri hujjat topshirish kafolatini beramiz. Kompaniya sizga nafaqat shunchaki o'qish, balki xorijda ishga joylashish, moslashib ketish jarayonlarida ham yordam beradi. Stereotiplarga aldanmang, lekin ehtiyotkorroq bo'ling. O'z kelajagingizni qanaqadir shubhali shaxslarga emas, balki shu sohada ko'p yillardan beri faoliyat yuritayotgan insonlarga ishonib topshiring. Siz bo'lsa hozir video ostidagi formani to'ldiring. Biz sizga vaziyatingizni o'rganib, to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilamiz.